Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshilamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tonishtiramiz. Turkiya xalqi yerlik hukumat boshliqlarini saylab chiqdi. Osiyo tadqiqot jamiyati lagerlardagi 386 nafar Uyg'ur ziyolisining taqdiridan qattiq andish qilmoqdamiz. Sharq Turkistonda Xitoy ma'murlar muqimli xizmat besimi sababli o'zlarini o'ltirib olmoqda. Tövəndəki qıtınlar xəbərlərimizdən təfsilatlarda bolsun. Türkiye Avaz Radyosu'nun xəbər qilishçə, 31 mart Türkiye xalqı ötken bir qarar hökumət xizmət muddəti toşub, yeni bir 5 yil vəzif ötəydiğən yerlik hökumət başlıqlarını saylab çıxdı. Yerlik hökumət saylamlarında təxminən 57 milyon saylıqçı 194.390 sandıqqa bələt taşılğan. Ali Saylam Komitetinin qararına asasən Adalet ve Teraqqiyat Partisi, Müstəqil Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Xalq Partisi, Demokrat Partisi, Demokratik Sol Partisi, Xalqlarning Demokratiyasi Partisi, İyi Partiya, Millet Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünistik Partisi ve Vatan Partisi qatarlıq partiyalar saylamda raqobatlaşgan. Saylıqçılar şəhərlik hökumət başlığı, nahiyə başlığı, yerlik hökumət məclis əzaları, şundaqla məhəllə başlığı və yaşanğanlar heyəti qatarlıqlarını saylab çıxdı. Avaz beriş günü, yani saylam günü de radyolar ve türlük taratqular saat 18'gece saylam ve saylam neticeleri doğruluk xabar bermegenden sırt təxmin ve analizini qılmagan. Saylam avaz beriş fəaliyyəti axırlaşıb elan qılınğan netice bolsa, Adalet ve Teraqqiyat Partisi bilen Millet Hareket Partisi tərəfindən qurulğan Cumhur İttifaqı tutub çıqqan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Adalet ve Teraqqiyat Partisi binası aldığı yığılğan xalqqa alohida rahmet etqan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılgacha saylam bo'lmaydiganligini eskartib, bu fursatdan eng unumli şekilde faydalanamiz. Hal qilishga tegishli nurg'un masalalar bor. Bularni hal qilish uchun tirishimiz degan. Xalqaradagi nopozliq tədqiqat ilmi cəmiyyətlərdən bolğan Asiya Tədqiqat Cəmiyyəti 28 mart bayanat elan qılıb, 2017 yıldan beri Şərq Türkistandakı atalmış qayta tərbiyələş mərkəzlərində günahsız qamalğan 3 milyongacha tutqunning təqdirindən qattiq andish qilayotganligini bildirgan. Bayanatda bunun bir insan haqları dəfsəndichilik ekanligini, shundaqla ilmiy sohaga nisbatan aytganda tədqiqat erkinligining bo'g'ilish ekanligini alohida eskartgan. Bayanat yana bo'libmi izdirki g'oyib bo'lgan Şinjan Universitetining 21 nafar, Şinjan Pedagogika Universitetining 15 nafar, Qashqar Universitetining 13 nafar, Meditsina Universitetining 6 nafar, Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasining 6 nafar bo'lib, jami 386 nafar Uyg'ur ziyolisining taqdiridan qattiq andish qilyapmiz degan. Şərq Türkistandakı yerlik xalqlarning ana tilini qo'llanish, saqlash va Qur'on o'rganish, diniy faoliyatlar, urf-odat, kiyim-kechak madaniyati, kishilik erkinlikning cheklanganligi tilga ilingan mazkur bayonotda chet elda o'qib yoki tadqiq bilan shug'ullanib yurtga qaytgan ilm xodimlari va o'quvchilarning qattiq savol so'roqqa duch kelganligi, qamoqqa ilinganligi yoki izdiraksiz yo'qolganligi, hatto ba'zilarining o'lim xabarining dalillanganligi tilga ilingan. Mazkur jamiyatning tarafsiz bir ilmiy organ ekanligi, dunyoda 7000 a'zosi bor xalqaro bir akademik tashkilot ekanligi bildirilgan. Bu bayonotda Xitoy doiralarining tutqundagi ilmiy xodimlar va o'quvchilarni qo'yib berishi, ularni bexatar holda oilasi va ish o'rinlariga qaytishiga kafolat qilish talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Osiyo Tadqiqot Jamiyati 23 mart kuni o'tkazgan yillik xizmat xulosa yig'iniga Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkalni taklif qilgan. Nuri Turkal bu yig'inda Uyg'ur rayonidagi lagerlar va lagerdagi Uyg'ur ziyolilarining ahvoli haqida ma'lumot bergan. Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonda yurgizgan chekidan oshgan yuqori besimni qattiq boshqarish, kontrol qilish, bostirish tuzumlari Xitoy ma'muriy xizmatchilariga og'ir besim keltirib, o'lib qutulishga majbur qilgan. 2018 yil beshida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda qo'shmaq tuqqan harakatini boshlagan bo'lib, navbatda bundaq ahvol texmi og'irlashgan. Xitoy hukumati belgilama chiqarib, Xitoy ma'murlar 8 soat xizmat vaqtidan boshqa har shanba yakshanba kunlari shartsiz holda o'rinlashtirilgan qo'shmaq tuqqanlarining, ya'ni Uyg'ur aholisiga berib, mehribonlik bildirib, yo'qlishi kerakligini, hamda har qatimda o'z yenidan 150 yuan xalq puli chiqarib, un, may, yurish, kiyim-kechak, turmush buyumlari elishi, o'tirliqda to'xtatib qo'yishga bo'lmaydiganligi qattiq ta'kidlangan. Shundaqla har qatimda qo'shmaq tuqqanning uyiga borganda birlikda oila ishlarini qilganligini, tomoq yeyish, uxlash, o'zaro paranglashish qatorliq ish harakatlarini rasmga tortib, xizmat o'rinlariga topshirish shart ekan.
Xizmat rayonida xizmat qilgan bir Xitoy ma'murining Zimiston to'rig'i bildirishicha, uning bir xizmatdoshi Uyg'ur aholisi bilan qo'shmoq tuqqan bo'lgandan keyin o'z oilasiga ishonmay, palash bo'lgan onasining holidan xabar oladiganga vaqt chiqmaganlik, ayolining tug'uti qaraydigan odam yo'q sabablik idorasidan ruxsat so'raganda ruxsat bermaganligini, o'zining nihoyat azobda qolganligini, uzun vaqtdan beri siyosiy vazifasidan qutulolmay, oilasiga tex yetisholmay, o'zlarining Uyg'urlar bilan o'xshashlik kishilik erkinlikdan mahrum bo'lib, oxiri nerv kasali bilan o'zini o'ltirib olganligini bildirgan. 2017-yillarda yana ba'zi Xitoy ma'murlar xizmat besimidan qochib istifa bergan bo'lsa-mu, tasdiqlanmagan. Lekin 2018-yilga kelganda ideyasida masala bor ekan deb bir yillikdan tarbiyalash markazlariga qamalganmish. Bir turma gundibining bildirishicha, Xinjiang degan joyda yashamoq bakmi tasishib ketdi. Bakmi azobliq, ichinishliq, Uyg'ur bo'lamdi, Xanzo bo'lamdi, hammasi o'xshashli umidsizlik, rahimsiz sharoitda yashamoqda. Xitoylar Uyg'urlar nazorat qilgani bilan amaliyotda Xitoylarni hukumat kontrol qilib, o'hdagidek holini qo'ymadi. Bundaq ketaversa, Xinjiangda sog' normal kishi qolmaydi degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Qayta ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.